час грозных испытаний Родина-Мать призывает своих детей грудью стать на ее защиту. Hali sen shunaqa yo'lga kirib ketding, a? Yo'qol! Nimaga meni uryapsiz? O'zimni oyman hech qachon o'rganamasdan meni. Haqqingiz yo'q meni urishga. Yeka! Yo'qqa-chi! Ha. O'ldikdimi? Yo'q. Qo'yvoring meni. Yur. Yur militsiya. Bormayman. Hech qayoqqa bormayman. Yo'q. Qo'yvoring. O'g'irlik qilishni men. Qo'yvoring. Ko'rsatib qo'yaman. Bormayman. Bormayman. Bormaysan. Bormayman. Qo'yvoring. Endi o'g'irlik qilmayman. Qo'yvoring. Bolanglar. Jon akasi. Kechira qoling, bilmasdi. Qo'yvoring meni. Jon bolam, kechira. Shu bolam qo'yvoring, jon bolam. Bilmasdi, hech qilmaydi, endi qilmaydi. Ay o'g'lim, qo'yvora qoling. Menga bering bolani. Menga bering. Qo'yvoring deyman. Menga bering, beqa bering deyman bolani. Beqa bering deyman. Buncha yotib qoldingiz bunga. Kimingiz bo'ladi bu? O'g'lim. O'zingiznikimi? Ha, o'zimniki. Ha, mayli. Endi bundan buyon bozorda qorayni ko'rmay. Bildingmi? Gapim tushunardingmi? Xo'p, bora qol. Umringizdan baraka toping. Menga qaraylar bolalar. Sizlar bekini boylab turinglar. Ularni chalg'itib ketaman. Chopinglar. Ketdik.
Qolganlar qochib ketdi. Qo'yaver, ularni ham tutib olamiz. Kundishvay. Qani partizan? Gapir! Sen odam emas. Gapir! Qani partizanlar? Ya budashın. Atlasan. Qo'yanni qarab, hozir otib qo'yishadi. Ha, yolg'on ekan. Men 3 marta sanaydi. Aytmasam meni otadi. Aying! Smay! Aytyapman senga abla! Ay! Des partisans! Oui! Des scouts! Non! Des partisans! Ja budu erschießen! Стрелять! Я есть читать 3 раз! И сказать буду стрелять! 1, 2! Говори! Ну! Abram? Abram! Senga nima bo'ldi, bolaginam? Abram! Mana suv. Seni kim xafa qildi, bolaginam? Qo'zichog'im? Gapir. Yig'lama. Yig'lama. Qani? Gapiringlarchi, nima bo'ldi? Kim urdi, Abrammi? Hech kim urgani yo'q uni. Urishish o'ynaydi. Bu o'yinni nima ekanligiga tushunasan o'zi? Mana senlarga ikkinchi bunday o'yinlarini ko'rmayin. Qo'yib ketsin. Yer yutkur urushchamiki ota-onalarni qirib yuborganmi deyman. Hech keti uzilmaydi-ya. 4-eshelon kelishi bugun. Qarang. Tursam maylimi? Ha? Bolalarni olayotganmisiz deb eshitdim, rostmi shu? Ha, rost. Meni ham olasizmi, ha? Dada, olmang uni. Shundoq ham bor yo'g'imizni olib chiqib sotib bo'ldik. To'xta. Qayerga ketyapsan? Oting nima? Kola. Yeriki kola.
O'tir, Kola. Hamma yog'im iplastik. Mayli, Qayerdan kelding, o'g'lim? Smolenskiydan. ota-onang bormi? Yo'q, nemislar otib tashlagan. Nima qilib o'tiribsizlar? Mehmon deganni ham shunaqa kutadimi? Qani, dasturxon olib chiqinglar. Ayni. Samor qo'yib yubor, o'g'lim. Men o'zim qo'yib yuboray qolay. O'tiraver onasi, o'tir. Shuncha bayon turganda. Senga nima dedim? Xon taxtani ham olib chiqinglar. Ayni. Labbay dada. Beri kel, o'g'lim. Hozir. Kolani orqasini ishqalab qo'y. Dada, tarash qali qolsin. Men shundan qolmay, ha. Qo'yib tur ishingni. Ol. Sen yaxshi ishqalaysan-da. Kichkina bolam o'zi. Orqasiga yetmaydi qo'li, o'g'lim. Sen ishqalab qo'yasan. Sovun bilan buni kicham kirib ketmaydi. Qashlaqchi bo'lsa edi. Qashloqchi nimasi, o'g'lim? Oldin sovla-yu ko'raylikchi. Engash. Qani? Tutma chalgan. Dada, kirasinga borib kelsammikin, ha? Kirasin? Qanaqa kirasin? Ohonani qo'y, o'g'lim, ishqala. Ishqala. Sekinroq. Asta. Oppoq paxtaday bo'ldi. Ko'rdingmi? Barakalla, o'g'lim. Rahmat. Boraver, o'g'lim. Mana. O'ynamanglar bolalar. Sizlarga emas, sevmanglar. Sizlarga emas bu, sizlarga emas. Ha, mana bu sizga. Rahmat. Xayr. Assalomu alaykum. Dada va oyi, bugun pochta keldi. Suratingizni oldi. Rahmat. Dada, hisobda adashganga o'xshaysiz. Hatto ukalarimni 11 ta deb yozibsiz. Suratda 9 ta-ku. Keyingi xatimizga yetib bormabdimkan, ha? Mayog'ini o'qiychi, qani? Dadajon, oyijon, 11 ta o'g'il qiz ukalarimni baringizga olib tarbiyalayotganingiz uchun sizlarga butun rotamiz nomidan rahmat aytamiz. 12-farzandingiz Botir. 13-chi. Onaginang o'rgatsin. Qurusuvni o'zi. Tag'ini atalaymish bu. 2-3 xo'plam. Apka ozroq sab beraman. Tilamchi emasman. O'zing ichaver. Nimaga o'qrayib qarayapsizlar menga? Ichaveringlar. Och-opotlar. Hammalaring kelib, uyda yeydigan narsa ham qolmadi. Boshlayapti g'alamisligini. Jig'ildonini g'amini yeyapti-da, boshqalar bilan ishi yo'q. Hayvon. Mayli, shoshmay turgin hali. Ichib bo'l saharingga. Ma, tish chiqsin. Ich. Ma, och ko'r.
Ol yeb to'ymas. Ich qizg'anchiq. Ma. Yorligul. Marhamat azizim. Ich Vanya. Lekin kamaringni yechib qo'y, qoning yorilib ketmasin. Qo'y bor deyman senga, Vanya. Qo'y, endi nima qilamiz? Bordi, qo'y bor deyman senga. Borlaringiz bugun odam gunoh qilib yubordilar. Hayot, Ovqat ustida janjal chiqarishibdi, mushtlashib ketishibdi. Vana Sarsonboyni boshini g'isht bilan urib yorib qo'yibdi. qani o'zi? Ana boloxonada 5 soatdan beri o'sha yerda o'tiribdi. Hech kimni yoniga yo'latmaydi. Dadajon, tavba qildim, endi ikkinchi qilmayman. Hali sen o'z akangga qo'l ko'tarding. Unaqa o'g'lim menga kerak emas. Bor qayerga borsang.
Dada, kollejga ketmoqmi? Ha, Dada, ketmon kolxozchilaganmi, ha? ha. Mani zig'ircha ham yaxshi ko'rmaysizmi, ha? Bor, suv olib kel. Mayli. Ha, nimaga kelding? Yarashmoqchimisan? Kuchamdi. Bo'lmasa nimaga bu yoqqa kelding? Cho'milgan. Boshqa joy topilmadimi? Boshqa joyni qidirib boqaman. Ana ko'rdinglarmi, yana chiranyapti. Ey, nariyoqqa bor. Nima? Ketdan ketyapman, eshitdingmi? Qulog'ingga suv kirib qolganmi sani? Jo'na. To'qqima. Ko'rsatib qo'yaman. Ey bolalar, suvga to'yadigan bo'ldi. Voy, o'ldirib qo'ymasin. Nimaga qarab turibsiz? Yuringlar, qutqarib olamiz. Aravangni tar. Mana senga. Mana sen. Vanya. Vanya. Yomon qiynadim. Rosa bobladiga, nayloni. Endi bizga yaqin yo'l olmaydi. Chertib ko'rsin-chi.
borma Fatima opa. Renat uydami? Ha, uyda. Qani deb qil. Yo'q, rahmat. Renatga ayting, bizga bir kirib chiqsin. Xo'p bo'ladi, aytaman. Mana, Renat bolam, Halima xolaniga kirib chiqqin. Ishi bor ekan. boshingizga tashlab oling, vaqti o'tmasin. Barakat top bolam. Salom. Ha, keldingmi Renatjon? Ol, qorning ochib ketgandir. Ayo, rahmat, yemang. Ol, uyalma. Ola qolgan Renat. Qornim to'q. Olaver. Nega uyalasan? Qalay, yaxshi bo'ptimi? Juda yaxshi. Ha, sen hali samsa qanaqaligini bilmaysan. Urushdan oldin munda dumba solib pishirardim. Naq og'zingda erib ketar edi. Ancha o'zingni oldirib qo'yibsan, Rina. Qiyin. Oyingga ham qiyin. Juda ko'pchilik sizlar. Nima zarur ekan shuncha bolani olib? Kichkina bola emassan. Ota-onaga yordam qilsang bo'lmaydimi? Ha, bozorga chiqib u soat pista sotsang ham bo'ladi. Xo'p desang, oyingga aytaman, xo'pmi? Baribir oyimlar ko'nmaydilar. Papiros sotmoqchi bo'ldim, eshitib qattiq xafa bo'libdilar. Ha. Bu yoqqa kechi. Mana bu tun yorib bergin. Yosh emassan, kuching yetar axir. Endi tushundim, nima somsa berganingizga. Voy, bu nima degani? Uyalmaysanmi? Ha, mayli. Vanya, Marina, Koля, Dvidra, Sazanbay, Taras, Rina. Bir kelina, kela xolina. Olma olib keldim mana. Olma. Mana, yinglar bolalarim, yinglar. Mana bu senga. Juda ham shirin ekan. Abram qani? Idishlarni yuvib, olib kelib borib beraman. Hammalaringga yetdi. Yo'q, yinglar bolalarim, yeyman. Xo'p, rahmat. Oyi, qo'shnimizni-chi? Qaysi qo'shni? Chaqimchi bor-ku, eri frontda halok bo'lganmish. Qora xat keldi bugun. Nima? Voy, tentak qiz. Sen nega xursand bo'lyapsan? Halimaxon. Nima bo'ldi? Sen tushirib turibman. Qanday qilasiz, axir? Qanday qilasiz? Sizga oxir. Yig'lamang. Xafa bo'lmang. Qo'ying, aylanay. Endi nima qilaman Fatima opa? Yig'lamang, aylanay. Yurib Fatima opa. Bitta sizni boshingizda bo'lsa ekan, Halimaxon. Bu urush ko'rgan hammani shu ahvolga solib qo'ydi. Yig'lamang, aylanay. Sizni yakkalatib qo'ymaymiz-ku, a? Axir shu tabiat bor.
mayli qizim xafa bo'lma. Qog'oz yutilib ketgan ekan-da. Ana, hozir yaxshilab yelimlab beraman. Qarabsanki, binoyida kitob bemalol o'qiyverasan, qizim. Ichidagi ko'k barolari ham yirtilib ketgan, o'qib bo'lmaydi. Boshqa chora yo'q. Sabr qilish kerak. Hozir urush bo'lsa, qayerdan olamiz yangi kitobni? Urush tugashsin, yangisini olib beraman. Qachon tugardi urush? Fashistlar hadeb bosib kelishyapti-ku. Bu yoqqa ham kelishi mumkin. Yo'q, kela olmaydi. Kuchi yetmaydi. Dada, agar fashistlar bosib kelsa, sizni otib tashlaydi. Nega? Abramni o'g'il qilib olgansiz-ku. Nima bo'pti? Fashistlar yahudiylarni yomon ko'radi-ku. Ha. Fashistlar hammani yomon ko'radi. Faqat yahudilarni emas. Ruslarni ham, Ukrainalarni ham, Belaruslarni ham, Latish o'zbeklarni ham. Hali shoshmay turinglar, bolalarim. Hadimay fashistlarni onasini Uchqo'rg'ondan ko'rsatib qo'yamiz. Dada, kinoga pul bermoqchi edingiz, esizdami? Yaxshi kino ketyapti. Qanaqa kino ekan? Sho'x yigitlar. Ko'rganingizmi hali? Qo'ling jon dada. Hop. Kamera ekanu. Faqat 10 ta biletga yetar ekan. Ana, Renat, sizlar ertaga borasizlar. Mana boringlar. Mana 50 tiyin qoldi. Qolgani ertaga beraman. Men ishimdan qolay. Liana. Boshchi saroyini shunga kirib chiqdi. Men bo'lsam Kishinyevni hech ham tushimda ko'rmadim. Pushkin ko'chasida yurganmishman. Uylar hammasi yangimish. Sen xon saroyining oldida turganmishsan. Meni? Ha. Sen tez-tez shunga kirib chiqasan. Tushimda katta bo'lib qolganmishmiz. Er xotinmishmiz. Nima? Unaqa bo'lishi mumkin emas. Nimaga? Biz aka ukamiz oxir. Bu vaqtinchalik. Botirga qaytib kelsa, keragimiz bo'lmay qoladi. Nima degani, sen joydami? O'zi shunaqa deyishyapti. Yolg'on. O'lay agar. O'zim eshitdim. Botir urushdan qaytib kelsa, tag'in boyagi-boyagidek yashayveramiz dedi eriga. Ularga biz emas, non kartishkamiz kerak. Unaqa deyishga o'rganmaysanmi? Voy, boshqalar qani? Kinoga tushdi. Nonushta qilishmasdimi? Voy, bolasi tushmadilar-ey. Do'konda qand beryapti. Ochib top keldim. Chiqa qolay, o'tib ketmasin. Siz chiqmang, hamma yo'qni bo'kib ketdi, men boraman. Tashqarida jala qilyapti. Seni kalishing ham yo'q. Uyda o'tiraver. Men darrov kelaman. Shuncha mehribonlik qilsa-yu, sen qayerda gapni gapirib turibsan? Kiring. Salom. Salom, xolajon.
Ha. Sizga kim kerak? Qizim kerak. Zidra. Zidra? O'zimizni Zidraga? Qayoqda? Voy. Kinoga ketuvdi. Hozir chaqirib kelaman. Amaki, kirib seni chaqirib tursam maylimi? Yelating bormi? Yo'q, men kinozni ko'rmayman. Darrov qaytib chiqaman. O'zinoyis topildi, bildingizmi? Ha. Yo'q, borib bela topga. Bilmasgin-edi. Atiga elitinim bor. Nima ham qilamiz? Obke baq. Uyalma. Hammangni ota-onang yo'qmi? Yo'q, qaytam. Ota-onasi yo'qligini biladi ba'zilar. Abramni oling. Nemislar ota-onasini ko'zini olib tortib tashlashgan. Meni bo'lsa oyim vafot etdi. Keyin dadamni qora xat olib kelishdi. Taras singlisini qidirib yuribdi. Uni shu yerda yo'qotib qo'ygan ekan. Mahkamaga yozmagan joyi qolmadi, lekin topilmayapti. Mahkamaga asrab olganmisizlarmi? Ha, O'zini bolalarichi? bitta o'g'li bor frontda. Vaqtincha turibmiz degan. Qaydam kim biladi deysiz? Albatta. O'zini bolasi bo'la turib unikda yetimni kim asrab olardi? Мамочка. Mana Zidrangiz. Yo'q. U emas. Mendan xafa bo'lma. Kechir meni. Seni o'ksitmoqchi emasdim. Men o'z qizimni qidirib yuribman. Meni koyima. Xayr bo'ldi. Olib ketib qoladimi deb qo'rqdim. Qolganing bilan yaxshi bo'ldi-ku. Xotinni deb kinoni ham ko'ra olmadik. Pulim bekorga ketdi. O'zini ota-onasi topilsa hammam jon deydi-ya. Lekin biz yomon yashayapmizmi? Maqasa unaqa gapni gapirib. Kim aytadi yomonda?
Men aytaman. Biramas 12 ta bolani olib nima qilishardi? Kichkina bolam ular nima o'ylashmaydi? Yalang oyog'imiz, ataladan boshimiz chiqmaydi. Deddom yaxshi deb o'ylaysan. Bo'lmasa-chi? Hamma joyda ham qiyin, urush ketyapti. Bildingmi? Senga bu yer yoqmasa, ketaver. Ketaman hamdi. Юго-восточнее города Кременчуг наши войска, ломая сопротивление противника, продолжали развивать наступление и, продвинувшись вперед от 15 до 20 километров, с боем овладели городом и крупным железнодорожным узлом Пятихатка, а также заняли более 100 населенных пунктов. Eshitdinglarmi nima dedi? Zani qishlarni ozod qilishibdi. Petixatkani ozod qilishibdi. Hey bolalar. Qovog'inglarni ochinglar. Ana sizlarga meni poyagim qoladigan bo'ldi. Shoshma. Non kartochkasini olib ber bor. Ma ol. Sen nonim bizga kerak emas, qorni o'zi ortadi. Majonidir. G'oyat xursand qilding. Yaxshi qolinglar, ittifoqdoshlar. Barna, ma ol. Biram sovuqki, obda chiqqanini isitmayapti. Oy, sovqotdingizmi? Ha, yetim uyushyapti. Hozir isib ketasiz. Ha, baraka top. Sarsenboy, partbiling joyiga ilib qo'ysang bo'lmaydimi? Hech qulog'ingga gap kirmadi-da. Jovri yuradi. To'g'ri-da. Zedra, darsingni qildingmi? Ha. Yo'q. Hali qilganim yo'q hammasini. Arifmetikani tayyorlamading-ku. Nega onangni aldaysan, qizim? Onam yo'q mening. Ha, shunaqa. Yetim bo'lganim uchun uyingizga kelib qolganman. Shu so'zlaring dilimga og'ir botishini bilib gapiryapsanmi? Sen meni onam deysanmi, demaysanmi? Bu seni ishing. Illo men seni bolam deganman. Katta bo'lib voyaga yetganingda balkim tushunarsan. Aytgan gaplaringdan pushaymon bo'larsan. Kel qizim, darsingni tayyorla. Yur sen, opangga xalaqit berma. Qani xo'sh, qanaqa kino ko'rdinglar? Yaxshi ekanmi? Oxirigacha ko'ra olmadik. Bitta xotin keldi. Jidrani onasiman dedi. Keyin bilsak, onasi emas ekan. Bilasizmi? Olchoyli Renat ketib qoldi. Qayerga ketdi? Endi kelmaydi. Endi kelmaydi?
Nima bo'ldi? Birondan gapirsang-chi. Men aytaman. Renat aytdiki, sizlar, ya'ni siz bir emas 12 bolani olishga haqqingiz yo'q ekan. Renat aytdiki, yosh emas-ku, o'ylashsa bo'lardi dedi. Keyin ketdimi? Nima qilib qo'ydinglar? Aka-uka degan ham shunchalik bemehr, beoqibat bo'ladimi? Qarab turavdilaringmi? Nega indamaysizlar? Aytsalaring-chi axir, qayoqqa ketib qoldi deyapman. Hozir qidirib topish kerak. Qaysi ko'chalarda sarson bo'lib yuribdi ekan? Yomon bolalarga qo'shilib ketmasa go'rgaydi. Oyijon, siz bilan borsam maylimi? Mayli qizim, yura qol. Ma, kiyib ol. Nima qildi oyijon? Nimagadir mazam qochdi. Amakom kasal bo'lib qoldi, yordam bering. Yig'lama Marina. Nima qildi onasi? Ko'chada ketayotdik, birdan kasal bo'lib qoldilar. Kasalxonaga olib ketib qolsa, hollaring nima kechirdi deyman. Bizni o'ylama xotin. O'zingni o'yla, o'zingni. Shunday deysiz-ku, 11 ta bolaga olishga olib qo'ydik. Eplay olamikanmiz deyman. Ko'pligi ko'p-ku. Ammo eplaymiz. Tash tortma. Sen bilan biz omon bo'lsak, ularni och ham, yalang'och ham qo'ymaymiz. Och qolmaydi. Yalang'och ham qolishmaydi. Hammadan ham ularni tarbiyalab voyaga yetkazish deyman. Hammasi har xil. Qarabdi. Qari bular shunaqa ham o'g'il qiz bo'lib yetishadiki, ko'rib ko'zlaring quvonadi.
bo'lmasam Rinat niye ketib qoldi? Xafa bo'lma, yig'lama bo'ldi. Yig'lama. Topamiz Rinat. Tashvish qilma. Men hozir doktor chaqiraman. Qara qaytib kelma. Qo'li, bolalarga qarab tur. Sen qilib hammasini. Nega men ekan, Rinat? Yo'q, o'zim dedi. Ol, alaqa. Rahmat. Hop. Men endi ishga boray. Ishxonada 2 kun qolib ketaman. Nima ketadi? Zavod yangi topshiriq olgan. To'polon qilmasdan o'tiringlar. Xo'pmi? Xo'p. Menga qara qo'li. Oyingni ko'rib kelinglar. Juma kuni ko'rsatar ekan. Rinatni qidiringlar. Dettomlardan surishtirdim, yo'q ekan. Mana, bor shu. Oylikkacha amallab turasanlar. Xotirjam bo'ling. Amallaymiz. Xayr. Xo'p, men ketdim. Sen bu aka suv keling. Hozir. Bay, zap sho'rva bo'lyapti-da. Ertaga 5 barmoqqa beraman. Hozirlarda erib ketadi. Suv olib ber. Ko'rya, do'konda oqnan beryapti. Olib keldim, qara. Voy mazaku. Oqnan. Olma olib keldim oyimlarga. Mana qo'ygan pul. To'g'ri qo'yib qo'y. Mana. Shirin bo'lsa kerak-a. Qo'yilma. Har kuni oqnon sotib oladigan bo'lsak, pulimiz atigi 5 kunga yetadi xolos. O'tin olishimiz kerak. Ha, o'tin olmaymiz. Jardan shoh yig'ib kelamiz. To'g'ri. Lovlagidan 5 ta qoldi. Bitta qovoq qoldi. Hech gap emas. Haftaning oxirigacha bir amallab yetkazamiz. Ungacha dadam kelib qoladi. Bolalar, Rinat yomon bolalar bilan Samarqandga ketmoqchi. Vokzalga ketishyapti. O'zim ko'rdim. Ayoqqa. Nima kerak? Rinat qayerda? Qaysi? Tatar bolami? Ha, Rinat meni akam bo'ladi. Tatar bolang yo'q. Ishonmayman. Rinat. Tarasik. Rinat. Oyimlar seni qidirib kasalib qoldilar. Hozir kasalxonaga o'tdilar.
Uyquday tursan. Sen deb xitlab qolamiz. Arravayni tort. Baqirma menga. To'q qiladi-yu. Tarasik. Tegma unga. Sen aralashma. Mishqi. Tarasik. 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 O'zimni kam ko'r. Hey, bomba! Senga topildi! Senga topildi! Kanka. Ey bola, oting nima? Menimi? Ha? Abram. Familiyang? Mahkamov. Yaxshi. Senichi? Sidra. Familiyang? Ne indamaysan? Nima? O'zingni familiyangni bilmaysanmi? Mahkamov. Marina Mahkamova. Leki Mahkamova. Yana Mahkamova. Nadya Mahkamova. Barnom Mahkamova. Sarsenboy Mahkamov. Ivan Mahkamov. Nikolay Mahkamov. Taras Mahkamov. Kanka. Mahkamova. Mahkamova bo'lsa Mahkamova-de. Hammamiz Mahkamovmiz. Biz yetim edik. Endi bo'lsa ota-onamiz bor. Otanglar kim? Temirchi. Harbiy zavodda ishlaydilar. Oyinglarchi? Oyim kasallar. Kasalxonada yotibdilar. Nima qilamiz endi bu bolalarni? Ana ularni ko'pazaga jo'nating. Bularni o'zim borib qo'yaman uyga. Ayno. Kapasa degan nima? Qani yuringlar. Sen nima qilibsan? Qani yur. Bo'l tez. Bormayman. Bu qanaqasi tag'in? Hech qayoqqa bormayman. Yur. Bormayman. Ko'la. Bolla. Xolajon. Jon xola, qola Qosim biza bilan uyam Mahkamov. Qiynalib qoldik deb o'shanda ketib qoluvdi. Endi qaytib kelmoqchi. Ko'rdingizmi, yig'layapti. Qo'yvora qoling, opajon. Agar uyga qaytib kelmasa oyimlar bilasizmi, tuzalmaydilar. Qo'yvora qoling. Endi boshqa qilmaydi, opajon. Qosim, mayli. Salom, Rina. O'zim g'oyib bo'lganida ertalab turib meni bag'riga bosardi. Salom qizim. Tug'ilgan kunim bilan tabriklayman derdi. Qoppoq qizim, shirin qizim deb erkalardi.
Vani, to'palan qilmagin maktabingda o'qituvching xafa bo'lyapti. O'zing yaxshi bo'lasan-ku. Bora qo'yaman. Xo'p, sho'xlik qilmagin, xo'pmi? Ko'la. Ukalaringga baxabar bo'l. Xo'p bo'ladi. Ko'chadan o'tayotganda u yoqqa yoqqa qarab o'tinglar. Hay, tramvayga ehtiyot bo'linglar, tramvayga. Ha, tinchlikmi? Niye qaytdingiz? Esimdan chiqibdi-ya. Nima? Bugun 15-chisla. Zidram tug'ilgan kuning. Ha, ya voy o'lmasam. 10 yoshga to'ladi bugun, ha? Bir narsa sovg'a qilish kerak edi. Ha, bir ilojini qilarman danasi. Siz ishingizdan kechga qolmay boravering. Bo'pti, bo'pti. Vaqti vakillarim bugun. Xo'p. Dada, xo'roz qo'yib keling menga. Ha, hop, qizim, hop. Buni ham sotamizmi, oyi? Ha, bugun Zidraning tug'ilgan kuni-ku. Tag'in somsa yopamizmi? Ha, somsa ham yopamiz. Voymaza. Ichiga go'sht solasizmi? Ha, bo'lmasin-chi. O'tiring. Xush kelibsiz. Mashina olaman degandingiz, Halimaxon, mana olib chiqdim. O'zi yaxshi ishlaydi. Tag'in buni buzuq deb o'ylamang. Mana ko'rib turing. Mana. Chokdek kes ip tashamaydi. O'zingiz bilasiz, 10 yildan beri usta ko'rgan yo'q. Mashina yaxshi bo'lganligi uchun begonaga ketmasini olib chiqdim. Mana Fotima opa. Rahmat buyursin. Keldingmi bolam? Voy onagiga qoqindiq. Tug'ilgan kuning bilan tabriklayman opa qizim. Baxtli bo'l. Do'mbog'im. Zidra, Senga sovg'a. Shaf. Yarashdim, juda yarashdim. Ko'p rahmat. Qani qizim, men ham ko'raychi. Fotima xola, so'yinchi bering. Botir akam keldilar. Ana o'zlari. Nima? O'g'lim, onagidan o'rgin. Voy bo'ylaridan o'rgin. O'g'lim, omonmisan? Keldingmi? Onagidan qoqindiq. Qayerdan kelding? Salom. Meni sinachog'im bor. Juda chiroyli ekan.
Xohlasang senga beraman. Rahmat. Salom. Salom. Sen kimsan? Go'shti. Otirkan bilan kelding. Go'shti. Bu yoqqa kel. Yaxshi bola ekan-a. Tanishinglar. Gustav Klauman. Nemis. Nemis? Ha? Salom. 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 Xush kelibsan. Faşist! Öldüremem! Nima qilyapsan? Hay, Nima qilyapsan? Qo'y Qo'y. Faşist! Mana senga! O'chimni olaman! Qo'y yuboring! Qo'y yuboring! O'ldi. Qo'y. Bas qil deyman. Nima bo'ldi senga? Qo'ying. Meni shunday kutib olasizlar deb o'ylamagan edim. Men uni o'limdan qutqarib qolganman. Ota-onasi bombasida qolib halok bo'lgan. Hech kimda yo'q. Menga u o'z ukamday bo'lib qolgan edi. Yaxshi qimmatlaring. Fashist emasman. Fashist emasman. Yig'lama bola, yig'lama. Yig'lama. Senda ayb yo'q. Seni hech kim xafa qilmaydi. Bolalarimdan o'pkalaman. Ular yosh bo'lsa ham boshlariga ko'p musibat tushgan. Kir Gustav. Kiraver. O'zingni uying, tortinmasdan kiraver. Kiraver. Kelaver o'g'lim. Ha. Nega qovatim shular yo'nasilib ketdi. Qayerlar uyga kiramiz. Ha, nega turibsizlar? Uyga kiramiz.